Assalomu alaykum do'stlar, bu foydali podkast. Bizning navbatdagi son. Biz bu galgi suhbatimizni biznes haqida emas, tibbiyotdagi onkologiya kasalligi, ya'ni xalq tilida aytganda rak kasalligi haqida suhbatlashamiz. Bu borada bizda uzoq yillik tajribaga ega tibbiyot fanlari doktori, professor Maqsud aka Mallayev ekspert sifatida ishtirok etadilar. Assalomu alaykum Maqsud aka, xush kelibsiz. Keling shu mavzuga kirishdan oldin o'zingizni bir tanishtirsangiz. Men Maqsud Mallayev, onkologman. Mana shu sohada 20 yilga yaqin faoliyat yurityapman. Hozirgi paytda Dr. Mallayev klinikasi rahbariman. Va shu bilan birga bizda hali suhbatimizda ham aytdim, Amerikadagi ilk onkologik kasalxonani ham rahbariman. Amerikada Virjiniya shtatidagi. Faoliyatim asosan o'sha klinikani yuritish, hozirgi paytda bizlar o'qitish jarayonini ham boshlaganmiz. O'sha O'qitish bu kim o'qitish? Tibbiyot universitetini bitirgan talabalarni bundan keyingi kasbga yo'naltiruvchi o'qitish, ya'ni bizlarda oldin magistratura va ordinatura bo'linadi. Bizlarda klinikamizda hozir ordinatura ochilgan va o'sha ordinatura orqali bizlar xalqimizga, shu davlatimizga onkolog vrachlarni yetishtirib berishda komandamiz bilan birga faoliyat olib boryapman. Hozirgacha onkologiya yo'nalishi bo'yicha 4 ta darslik yozganman va shu darsliklarni butun O'zbekiston onkologlari, talabalari hammasi hozirgi paytda shundan o'qishadi. Ya'ni o'zbek tilidagi aytishim, maqtanishim ham mumkin, yagona Dars qo'llanmasi. Darslik, ya'ni qo'llanma emas, darslik. Undan tashqari ko'plab patentlar va ixtirolarda o'sha egasiz, siz tomonidan qilingan. Hozirgi paytda hali ishimizni davom ettirish yoshidamiz va shunaqa shijoatdamiz. Hali bularda hammasini bitta sanab o'tsam juda uzoq bo'ladi-yu, lekin hali davom etyapti. Ya'ni dunyoda onkologiya sohasi desa, qayerda eng yaxshi desa, aynan o'sha O'zbekistonga boringlar deydigan darajagacha olib kelish uchun aynan bizlar front ortida qattiq xizmat qilyapmiz. Maqsud aka, mana shu onkologiya, saraton kasalligini davolash bo'yicha uzoq yillik tajribalaringiz va erishgan ixtiro yutuqlaringizni ortasida necha yillik mehnat bor? Bu mehnatlar bir kishining mehnati deb atasa, bu yolg'on bo'ladi. Odatda biror narsaga erishish uchun bu oldin maqsad qo'yiladi. Bu aynan o'sha liderning, ya'ni boshqaruvchi anaqaning maqsadi. Biz mana shu narsaga erishamiz deb o'sha xodimlarimiz, shogirdlar, boshqalar bilan biz maqsadimizni qo'yganmiz. 15 yil davomida komanda bilan birgalikda, o'sha jamoa bilan birgalikda maqsad qo'yilgan va bu butun jamoaning mehnati. Ya'ni buni bitta odam biror narsaga erishish imkoniyati yo'q. Doim chiroyli jamoa va o'sha jamoani haqiqatdan jips ushlab turadigan va unga doimiy stimul berib turadigan, kerak vaqtida ozgina qo'yish kerak, kerak vaqtida ozgina maqtash kerak. Shu holatda bir-biri bilan sinxron ushlab tura oladigan har doim komandaning boshlig'i bu biror natijaga erishadi. Bu oddiy futbolda ham yoki boshqa har qanday jamoaviy o'yinlar bunga asosiy misol. Meditsina ham xuddi shunga o'xshagan. Ya'ni agar komandangiz yaxshi bo'lsa, maqsad aniq bo'lsa, maqsadga borish uchun yetarli moliyaviy va moddiy va boshqa ko'maklaringiz yetarli bo'lsa, dunyodagi hech kimdan bizlar o'zbeklar kam emasmiz. Har qanday davlatdagi eng zo'rman degan olimlardan ham birlashib harakat qilinsa, bemalol oldinga o'tib ketsak bo'ladi. Chunki bizlar meditsinani yaratgan odam o'zbeklardan chiqqanmiz. Ibn Sino. Tushunarli. Maqsud aka, mana onkologiya tibbiyotdagi eng qiyin yo'nalishlardan birida. Ya'ni har bitta qaroringiz bir insonni taqdiri bilan o'lchanadi. Savolim, bu yo'nalishga qiziqishingiz, kirib kelishingiz yoki bu onkologiya yo'nalishida shunday og'ir yo'nalishda sizni ushlab turgan nima? Men har doim o'zimni shogirdlarimga ham, xodimlarimga ham aytaman. Agar ishing qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar, agar o'sha ishingni yaxshi ko'rsang, u ishingni hobbi darajasiga olib borsang, sen umring oxirigacha ishlamaysan, maza qilib hobbing bilan shug'ullanasan. Bu faqatgina bu sohaning ichida bu ishni yaxshi ko'rgan odamgina yashab qola oladi. Kasbga muhabbat demak. Bu ya'ni bizda bo'ladi, misol uchun 24 soatlab mana
hozir ko'rib turgan mana shu ekrandagi patsientlarim даже bu narsani tasdiqlab berishi mumkin. 24 soatlab tik oyoqda ishlashimiz yoki ikkinchi kuniga yana xuddi hech qanaqa ishlamagan odamdek qaytib kelib keyingi bemorlarga yordam qilishimiz. Butun men jamoam haqida maqtana olaman, chunki bir kishi haqida hech qachon biror narsaga maqtanish bu mos to'g'ri narsa emas. O'sha holatga kelish bu faqat o'sha kasbni sevish, o'sha kasb bilan birga yashash, natijangizni ko'zingiz bilan ko'rib tursangiz, bu odamga kundan kunga yana ham energiya berib kelaveradi. Buni davom ettiraverasiz, ya'ni bu energiya odamni doim oziqlantirib turaveradi. Og'ir kasallarni katalkada olib kelishadi. Bularni hammasini qabul qilib, kerakli muolajasini qilib, chiqayotganda yurib chiqib ketib, endi shunaqa holatlar bo'ladi. Uydagilari, kasalda o'zi, boshqa hammani anaqasi yig'lab xayrlashishadi, rahmat aytishadi. Bu o'sha bitta dona minnatdorchilikni siz Maldivda bir 2 oy, 3 oy dam olib kelgan dam olishingizga mos keltira olmaysiz. Buni faqat ko'z bilan ko'rgan odam va o'sha situatsiyaning ichiga tasavvur orqali yoki haqiqiy tirik holatda shunga tushgan odam his qila oladi. Uni boshqacha tasavvur qilish imkoniyati yo'q. Yana bir narsani qo'shimcha qilaman. Tibbiyot bu jamoaviy ish. Men zo'rman degan vrach har doim oxirida sinadi. Bitta tibbiyot uchun, bitta bemorni davolash uchun, bitta bemorni davolashdan oladigan natijangizni olishingiz uchun onkologiyaning o'ziga misol uchun kerak bo'lsa kardiolog kerak, kerak bo'lsa reanimatolog kerak, kerak bo'lsa lor vrach kerak, kerak bo'lsa qo'shimcha yana yordamchi vrachlar komandasi kerak. Buncha komandaning eng yaxshilarini bir joyga to'plab va eng yaxshilari bilan birgalikda ishlash ularni yana stimul beradi. Men yana ham oldinga yurishim kerak. Men bu kasal kelganda men bunaqa asorat berib qoluvdi. Demak, menda bu mendan bo'lgandir degan odam o'zining ustidagi shubha va o'zidan qoniqmaslik hissi bu har qanday sohada, nafaqat meditsina, har qanday sohada odamni yana ham oldinga top darajaga olib keladi. Qoniqish hissi, o'zidan har xil nima deydi, kibr anaqasiga berilish hissi yoki qanaqadir moddiy tomondan har bir narsani pulga yoki moddiy manfaatga chaqish hissi yoki deylik atrofdagi aynan bu bizning o'zbeklar ichiga aynan kiritilgan narsa, biror bir rahbar xodimni yoki boshliq xodimni atrofdan shu darajada ko'p ularga podxod qilib yorishadi yoki shu darajada ularga sig'inib yorishadi. O'sha his aynan rahbarlikdan, odamni odamlikdan, mutaxassisni mutaxassislikdan chiqarib yuboradi. Va bu narsa bitta odamning o'sha bu qilingan kompleks xatolarning oxirida butun shu sistema buziladi. Bu bitta meditsina haqida gapirmayapman. Bu butun bir sistema buziladi. Olaylik, kulolchilikni olaylik yoki men xayolimga hozir shu keldi yoki mana jurnalistikani olaylik. Aynan mana shu sohani o'zingizlarning bilgan sohalarga mo'ljallab tarixini, shu ozgina bir o'tmishini, bir 5 yil, 10 yillik o'tmishini solishtirsanglar, shu gapimning tasdig'ini har bitta odam o'zining mutaxassisligida ko'rishi mumkin. Maqsud aka, hozir mana mavzuga kiradigan bo'lsak, mana shu saraton, rak kasalligini aytilganda o'zi odamlar nimani tushunish kerak? Tasavvurda nima paydo bo'lish kerak? Buni men ko'p o'zimning aynan o'sha bergan intervyularim yoki bergan maslahatlarimda ko'pida aytaman. Saraton, rak yoki yana buni ko'plab har xil nomlari bor. Odamlar o'sha so'zni ishlatmaslik uchun, undagi ichki o'zining qo'rquvini ishlatmaslik uchun bezam deyishadi, o'simta paydo bo'lib qolibdi deyiladi, shish paydo bo'lib qolibdi. Ya'ni nomi juda ko'p. Ya'ni odamlarning ichidagi o'sha saraton so'zini yo'qotish uchun ko'plab yangi nomlar o'ylab topilgan. Buni odamlar o'zlari hozir xalqimiz shuni ishlatishadi. Rak, saraton, shish, bez yoki umuman shularning umumiy ma'nosi o'zi nima? Tibbiyot tilida oddiy tushunchasi nima? Tanada, organizmda normadan ortiq holatda ortiqcha to'qimaning paydo bo'lishi, biz buni o'sma deb ataymiz. Ya'ni o'sma so'zi
tibbiyot tilida bor. O'sma so'zi ikkiga ajraladi. Birinchisi yaxshi sifatli o'smalar. Har xil yog'li, bizlar jiravik deymiz, anaqada jiraviklar paydo bo'lishi, ateromalar yoki har xil o'sha yaxshi sifatli o'smalar, kistalar ham yaxshi sifatli o'smalar kiradi. Kista deganda bu qobiq ichidagi yig'ilgan suyuqlik. Bu ham o'sma o'zi. Ikkinchi turga aylanishi, ikkinchi yo'nalishi bu saraton, ya'ni xavfli o'smalar deb ataymiz. Har doim aytaman, yaxshi sifatli o'sma bu organizmga bergan signal, sanda onkologik jarayon paydo bo'lmoqchi deyiladi. Yaxshi sifatli o'sma 100% saratonga o'tadi. Faqat ba'zilarda qisqa muddatda, ba'zilarda uzoq muddatda. Qisqa muddatda o'tishiga birinchi sabab har xil fizik va kimyoviy stimulyatsiyalar. Massajlar, har xil issiq protseduralar yoki hozirgi paytda chiqqan har xil boshqa tabobat deyiladi, nomini tabobat qo'yib har xil shunga o'xshash protseduralar olib borilyapti. Bular yaxshi sifatli o'smalarni qisqa muddatda saratonga, ya'ni xavfli o'smaga aylantiruvchi uchun stimullovchi omillar bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchisi xavfli o'smalar. Xavfli o'smalar bu organizmning kontrolidan, organizmda ikki xil kontrol bor. Birinchisi nerv nazorati, ikkinchisi gumoral nazorat. Ya'ni bu bizdagi gormonlar orqali boshqaruv tizimi. Nerv va gormonlar ortiqcha turgan har qanday bizdagi narsani olib tashlaydi. Ya'ni har qanday to'qimani qarshi kurashadi. Ya'ni uni yot jism deb bizga qabul qilishga signal beradi va buni bizning ichki immun tizimimiz, ya'ni bizning qurolli kuchlarimiz yoki chegara qo'shinlarimiz deb atasak bo'ladi, majoziy qilib unga qarshi kurashadi va bu yot jismni yo'qotishga harakat boshlanadi. Yot jism har doim biz yot jismda birinchi belgisi bu tana unga qarshi kurashgani hisobiga isitma beradi. Ya'ni har qanday yot jism, bizda yot jism bakteriya bo'lishi mumkin, viruslar bo'lishi mumkin. Yoki biror joyingizga temir kirib qoldi yoki tikon kirib qoldi, bu ham yot jism. Yoki biror bir organizm to'qimasiga tashqi muhitdan kiradigan har qanday predmet va tirik mavjudot bu yot jism deyiladi. Bu narsaga organizmning birinchi reaksiyasi bu immun hujum va o'shaning orqasidan temperatura berish, terlashi, ko'ngil aynish, qayt qilish, ich ketishlar hammasi bu organizm o'zini o'zi tozalashga harakat qiluvchi himoya funksiyalarining kompleksi. Bittagina onkologik jarayonning farqi u o'zi yot jismligi aniq bo'la turib, bizning nerv va gormonlar tizimimiz uni yot jism deb qabul qilmaydi. Chunki bu o'zimizning tanamizdan kelib chiqqan to'qima, retseptori ham, ichidagi genetik genofondi ham hamma narsasi shu o'zimizning organizmimizdan paydo bo'lgan. Buning farqi bu organizmning kontroldan chiqib o'sishda davom etadi. O'sishda davom etganda organizmda qaysi organida paydo bo'lganligiga qarab, jigardadir, o'pkadadir, har qanday joyda rak bo'lishi mumkin. Rak bo'lmaydigan organning o'zi yo'q. O'sha yerga boradigan, o'sha organning normal funksiyasini ta'minlab turish uchun organizmdan yuborilgan ozuqani o'ziga olib qo'yadi va o'sha organning funksiyasini kamayishiga olib keladi. Kuchsizlantiradi-da, oziqlanmagandan keyin ocharchilik beradi. Ocharchilik bergan organizm tasavvur qiling, ishini, faoliyatini kamaytiradi. Normadan pasayadi. Borgan sari bu o'sma o'sha organning funksiyasini yo'qotib, ya'ni u bor yo'g'i energiyani bo'qqanligi hisobiga bu funksiyasi pasayadi. Shu bilan birgalikda u metastaz berib boshlaydi. Endi men ko'payishim kerak deydi. Buni majoziy qilib o'zimizning nonimizni yeb, o'zimizni tuzimizni yeb, o'zimizning vatanimizda katta bo'lib paydo bo'ladigan terroristlarga mo'ljallasangiz bo'ladi. Organizmning terroristlari. Faqat uni organizm har doim ham his qila olmaydi. Bu o'zimning bolam, o'zimning xalqim, o'zimniki deb qabul qiladi. O'shaning uchun organizmni aldash orqali bu rivojlanib ko'payib ketadi.
Mana shuni hisobidan xalq oddiy tilda aytganda o'zini organizmidan o'sib chiqqan to'qima X boya aytganingizdek 2 xil bo'ladi. Yaxshisi bu o'shanga signal beradi. Signal berish. Kelajakda bo'lishi mumkin deydi. Ikkinchisi уже tayyor nima deydi, o'sha yetib borgan onkologik kasallik, ya'ni saraton kasalligi. Endi mana shuni hozir xalq tilida oddiy aytganda aytaylik, mana shu qandaydir tashqi bo'lishi mumkin, ichki bo'lishi mumkin, ko'pchilik bilmaydi-ku uni alomatini. Bunda ham temperatura nimadir, qanaqadir alomati bo'ladimi? Hozirgi aytganimdek, oddiy aytaman sizga. Hozir men sizga mexanizmni tushuntiraman. Endi buni jamlaymiz. Conclusion qilamiz. Hech qachon onkologik jarayonlarda isitma bermaydi. Hech qachon yiringlamaydi. Agar tashqi tomondan infeksiya tushmasa, misol uchun qo'lingizga tikon kirdimi, yiringlaydi o'sha joy. Chunki yot jism. Lekin onkologik hujayra kerak bo'lsa 10 kilolik bo'lsin, lekin yiringlamaydi. Yillar davomida yuraveradi. Yuraveradi. Hech qanaqa simptom bermaydi. Simptomlarniki qaysi organda paydo bo'lishiga qarab, misol uchun qizil o'ngachda o'sma paydo bo'ldi. Yaxshidir, yomondir, o'sma deymiz, chunki uni faqat olingan biopsiyadan keyin histolog tomonidan ko'rib, patomorfolog ko'rib, bu rak demaguncha hech kimning, даже u professor, akademik bo'lsa, undan katta bo'lsa ham sizda saraton bor ekan, rak bor ekan deyishga haqqi yo'q. Aniq tekshiruvdan keyin odam faqat patomorfolog olingan to'qimadan olingan namunani ko'rib, bu yerda saraton bor, xavfli o'sma bor degandan keyingina bu so'zni qo'llashga haqqimiz bor. Ungacha siz rak bo'lib qopti desa, biror bitta vrach ishonmanglar. Rak so'zini vrachning qo'yishiga haqqi yo'q. Har qanday vrachda, onkolog bo'lsin, u boshqa yo'nalishda bo'lsin, sizda saraton bor ekan desa, histologiya olinganmi deb so'rash kerak. Histolog tomonidan qo'yilgandagina biz saraton so'zini ishlatishga haqqimiz bor. Misol uchun qizil o'ngachdagi o'sma erta bosqichda simptom beradi. Qanaqa? Yutinishda qiyinchilik. Disfagiya deymiz. Qiltamoq deymiz buni eskicha o'zimizda xalq tilida. Oshqozondagi o'sma 4-bosqich bo'lgangacha ham deyarli simptom bermaydi. Yo'g'on ichakda ichak tutilishi bu kech bosqichlaridagina kuzatiladi. Ungacha deyarli simptom bermaydi. Ozgina ozishlar yoki ishtahani bo'g'ilishi, bu ko'pchilik o'ylaydi, men charchadim, dam olishim kerak, boshqa qilishim kerak. Ya'ni bu aynan spesifik simptomlari mavjud emas. Tashqi organlarda sut bezidagi o'smalar, ayollar ko'pchiligi bor, piyaladek bo'lib ketguncha yuraverishadi. Oxiri kelishadi, nima qilishadi bizda standart holatlarda? Bizda shunaqa bez paydo bo'libdi desa, to'xtang, men bir qo'shnim tandirga g'ishti qizdirib o'sha yerga bosganda tuzalib ketgan ekan deb boradi. Birinchi shundan boshlashadi. Keyin ikkinchi qo'shnisi aytadi, to'xtang dedi, palonchi joyda ilon sho'rvadan qilib bersa tuzalib ketar ekan, bir terlisiz tuzaladi deb ilon sho'rvaga boradi. Undan keyin bir pasalariga chaqtiradi. Ja bo'lmasa bizni tibbiyotdan yiroq bo'lgan tabiblar sohalarimiz bor. Ular o'zi diagnozi ham, boshqasi ham hammasi bitta, yo shamollabsiz diagnozi, yo o'tkazib yuboribsiz diagnozi. O'sha diagnoz bilan davolanib, 1-bosqichdagi bemor 4-bosqichda o'pkaga, jigarga, hattoki suyaklar bosh miyagacha metastaz berguncha oldin samolecheniya deydi. O'z-o'zini davolash bilan shug'ullanib, davolash jarayonida maslahat beruvchilar yo traktorist bo'ladi, yo dehqon bo'ladi, yoki qanaqadir hech qayerda ishlamaydigan, umrida savodi yo'q bo'lgan odamlarning maslahatiga ko'proq ular uchadi. O'shalarning maslahati bilan oxiri kelib, doktor nima qilsangiz qiling, yordam bering. Bolalarim hali uylanmagan, qizlarimni turmushga chiqarmaganman, uyimda mana bunaqa muammo, nima qilsangiz yordam bering, qilaman deb kelishadi. Men shu anaqadan tavsiyam, hech qachon boshingizga tibbiy muammo tushganda tibbiyotdan yiroq bo'lgan odamdan maslahat olmanglar. Har bitta odam o'zining to'g'ri boshidan o'tkazgan praktikasi, tajribasidan kelib chiqib maslahat berishi mumkin. Lekin u maslahat har doim ham mos kelavermaydi. Har doim har qanday muammoda, hattoki uyingizga remont qildirish uchun taksistni chaqirib maslahat olmaysiz-ku.
o'zini ustasi bor. Oddiygina sizlarga misol. Har bitta sohaning o'zining ustasi, o'zining mutaxassisi bor. O'shandan maslahat olinglar va o'sha yo'nalishda ketgan odam ham kam xarajatli, ham yuqori natijali, ya'ni samarali va nima deydi, bizlardagi qaytalanish jarayonlari, profilaktik yo'nalishni ham bittada olib boriladi. Mana shuni maslahat beraman. Tushunarli. Maqsud aka, rahmat. Mana oxirgi paytlarda saraton haqida ko'p gapiriladigan bo'ldi-da. Bu saratonni haqiqatda ko'payayotganidan dalolatmi yoki masalan zamonaviy tashxis qo'yadigan yangi tibbiyot uskunalari kashf qilinishi, olib kelinishi natijasimi? Saratonni agar mana bizlarda matematikada son va foiz degan ikkita bo'lim bor. Misol uchun 100 ta odamning misol uchun 5% bo'ladigan bo'lsa, bu 5 ta dona odam degani. 1000 ta odamning 5% deyilganda 50 ta odam bo'ladi, adashmasam. Ya'ni 1 million ta odamniki shunaqa hisoblanganda O'zbekiston xalqining bundan 20 yil oldingi aholi soni bilan hozirgi aholi sonining o'zini hisoblasangiz, deyarli tenga-teng ko'paydi. Bu aynan foizlarda olganimizda onkologik jarayonlarning oshishi yoki ko'payishi juda ham katta o'zgarishlar yo'q. Bu aynan O'zbekistonda ham, dunyo bo'yicha ham. Faqat o'sha mana 8 milliardga borib qolgan dunyo aholisi bundan 30 yil oldin 4 milliard atrofida ham bo'lmagan. Hozirgi paytdagi odam soni oshganligi sari ulardagi uchrash ehtimolligi ko'payyapti. Ya'ni bizda informatsiya olish ehtimolligimiz oshyapti. Bu birinchi sababi. Ya'ni sabab, eshitilish sabab, vahimaning sababi shu. Foizlarda deyarli o'zgargani yo'q. Bu oxirgi 50 yilda solishtirsangiz ham foizlarda deyarli shunga o'xshash yoki ozgina ba'zi birlarning joyi almashgan xolos. Lekin deyarli umumiy summarni olganimizda o'sha foizligicha turibdi. Ikkinchisi, zamonaviy texnologiyalarning yoki zamonaviy davolash yoki diagnostika deylik apparatlarning ko'payganligining sababi oldingi paytda saraton kasalligi nima uchun odamlarda hozirda vahima bo'lib qolgan, odatda 4-bosqichda aniqlangan. Buni apparatsiz ham aniqlasa bo'lgan ish. Lekin hozirgi paytda erta bosqichda, 1-bosqich, hattoki 0 bosqichlarda aniqlashyapti. Ya'ni hozir aynan sut bezi saratonida qarindosh urug'ida yaqin 1-2 liniya qarindoshlarda sut bezi saratoni bo'lgan ayollarda qonidan 2 tomchisini olib tekshirib, sizda palonchi yilda sut bezi saratoni bo'lish ehtimolligi yuqori deb ularni oldindan profilaktik tadbirlarni ham olib borishni boshlangan. Demak, avloddan avlodga ham o'tishi mumkin. Ba'zi bir saratonlar o'tadi. Keyin bu saratonni erta aniqlanganligi uchun saraton bilan kasallangan bemorlarning yashovchanligi ham oshib ketdi. Oldinlari misol uchun 3 oydan 6 oygacha yashagan odamlar hozir eng kamida 5 yil, undan ko'p 15-20 yil ham yashab yurishibdi. Bu degani kasallikni tashib yuruvchi odamlar, personlar soni oshganligi sababli ham bu kasallikning soni ko'proq degan xulosaga kelamiz. Ya'ni bu aynan matematik hisob-kitobni qilganimizda xuddi shunaqa. Oldinlari 100 ta kasal bo'lgan, 100 ta kasalning 90 tasi 6 oyga bormay o'lgan. 10 ta dona qolgan, rak yo'q bizda deb xursand bo'lib yururganmiz. O'zi olganimizda bular ko'p yashamaganligi uchungina rak kam bo'lgan. Hozirgi paytda bemorlar juda uzoq yashayapti. Sut bezi bilan eng kamida 15 yil yashaydi. Shuni hozir so'ramoqchi edim. Bu saraton deganda ko'pchilik darrov o'lim hukmini chiqarib qo'yadi-da, bo'ldi, saraton bo'ldimi, o'lar ekan degan narsa. Lekin zamonaviy tibbiyot hozir aytganingizdek 15 yillab yashashga umid beryapti-da bemorlarga, to'g'rimi? Sut bezi saratonining 1 va 2 bosqichini o'z vaqtida korrektni taktika bilan, ya'ni aynan o'sha nima deydi, tanlangan davolash programmasi, har bir odamga individual tanlangan davolash programmasi orqali davolansa, deyarli 100% davolash imkoniyati bor.
birinchi va ikkinchi bosqichini. Uchinchi va to'rtinchi bosqichini bu qaysi turi, ya'ni sut bezi saratonining ham 4 xil turlari bor. Aynan bitta ayol kishida bo'lgan bilan uning genetik turlari ozgina farqlanadi yoki immunogistoximik deylik. Qaysi turlarigini qarab eng kamida 5 yildan 3-4 bosqich haqida gapiryapman. Eng kamida 5 yildan bemalol 15 yilgacha umrni cho'zish mumkin. Bu kasallik u bemorlar bilan umrining oxirigacha birga yashaydi. Bemor ko'pincha aynan o'sha yerda qanaqadir psixologik yoki depressiv yoki qanaqadir o'zini o'zida siquvchi yoki o'zini o'zi doim kasal qidirib yuruvchi ichidan holatlarga tushadi. Bu holatlar umrining oxirigacha davom etadi bu narsalar. Ya'ni shu holatni ular ba'zida o'ziga yarasha har qanday kichkina simptomni ham kasallikni qaytalandi degan miyasida anaqalar yuradi. Lekin agar o'sha narsalarni olib tashlab mamnuniy olsangiz, o'zi yuradi, o'zi bemalol mehnat qila oladi. O'qituvchilari bor ichida, misol uchun aytaman, chiqib dars berib kela oladi. Buxgalterlari bor ichida, borib ishiga borib ertalabdan kechgacha sog' odam bilan tengma-teng mehnat qila oladi. Ichida to'g'ri og'ir mehnat bilan shug'ullanganlari bor, quruvchisi, boshqasi. Ularni bizlar ozgina chegaralaymiz. Ba'zi bir narsani quyoshning to'g'ridan-to'g'ri nuri tagida yuradiganlarni olamiz. Ba'zi ximikatlar bilan ishlaydiganlarni yo'q, kasbni o'zgartiring deymiz. Deyarli 90% sog' odam bilan tengma-teng, nogiron emas. Oldinlari onkologiya desa to'g'ridan-to'g'ri nogironlikka chiqarib yuborilgan. Nogiron emas, o'z hayotiy funksiyalarini to'liq bajargan holatda to'y, maraka, boshqa narsalarga tengma-teng borib, o'rtaga tushib, o'ynab, hech qanaqa ko'rgan odamda bu kasaldi degan so'zni ba'zilar bekitadi ham hozirgi paytda maza qilib yurishadi. Bu hozirgi tibbiyotning yutug'i deb atash uchun bemalol maqtanadigan ko'rsatkichning o'zi. Bundan ortiq tibbiyot bo'lishi o'sha nima deydi? Bundan uyog'iga o'sha fantastika darajasiga chiqadi. Hozir men aytganimda o'sha kasal bilan kasallanganlar bizda hozir ko'rib tomosha qilib turganlarning o'zi hozir miyasidan o'tkazib baholab ko'rsin, hech qaysi atrofidagi sog' odam bilan 1 gram past bo'lmagan holatda tengma-teng yurishibdi. Chet elda aytmayapman men. Hozirgi aytayotgan narsamning hammasi O'zbekistonga tegishli gaplar. Chet elda men bu joyda davolanib kelib, men bunaqa yaxshi bo'lib ketibdi degan so'zni bittasini ham ishlatganim yo'q. Yaqinda mana 1 oy oldin bitta o'rtog'im onasida 4-bosqich sut bezi saratoni, men o'zim yaqin kursdosh o'rtog'im oldimga keldi, bosh miyaga metastaz berib olgan. 3 ta nazlatchini anaqasini yozib berdim, o'rtoq dedim. O'zi ham doktor, professor odam. Shuni qilamiz oyinga dedim. To'xta Maqsud dedi, Germaniyaga boraman dedi. Chunki uning opasi Germaniyada ishlar ekan. Germaniyaga borib keldida bir oy, 1,5 oydan keyin oldimga keldi. Maqsud bir narsa aytaymi dedi, xursand bo'ldi. Men nima dedim, gapir dedim. Bir nima hozir dedim, anaqa hazil qilsang kerak dedim. Yo, bu yoqqa keldida, nemetskiy protokol tashadi. Bizni O'zbekistonning protokolini tashadi. Ya'ni men yozib bergan bilan unikini tashadi. Hatto dozasi-yu, tabletka nomiyu, hamma ichish jarayoni hammasi bir xil. Shundoq kelib, bizda gruppamiz bor, kursdoshlar gruppasi. O'shanga shunday yonma-yon qo'yib, bizning O'zbekistonning onkologiyasi Germaniyaning onkologiyasidan o'tib ketibdi deb yozdi. Davolash usuli deydi. Ya'ni, qarang, Germaniyaga borib bitta tasavvur qiling, bitta dehqon odam topsa 1 oyga 5 million pul topadi. To'g'ri. Germaniyaga borib anaqasini qilib kelish imkoniyati yo'q umuman. Bir sizga Germaniyaga borib kelishingizning o'zi bitta tekshiruv anaqasining o'zi kamida 10 ming, 12 ming dollarga tushadi. Hammaning qurbi yetmaydi, masalan, 36-37 million aholining 100 mingtasining qurbi yetishi mumkin. Undan uyog'ining imkoniyati yo'q. Menga gruppaga tashlayapti buni, Facebookga ham, Instagramga ham anaqa qilib o'zi qo'ydi, men qo'ymadim. O'zi bundan borki xursand bo'lib qo'ydi. Biz dedi, o'sha men dedi boshqa sohani bilmasdim dedi, lekin shu sohani o'zimga dedi anaqa pechat urilgan подтверждение oldim dedi. Germaniyadagi
Davolash taktikasi O'zbekiston bilan bir xil ekan dedi. Demak dedi, natija ham bir xil dedi. Buning o'shaning uchun hozirgi gapirayotgan gaplarim aynan O'zbekistonning ichidagi onkologik kasalliklarni davolash bo'yicha gapiryapman. Chet el haqida gapirmadim. Mana hozir mana O'zbekiston tajribasi, xorij bilan taqqoslagandagi yutuqlarini gapiryapsiz. O'zi O'zbekistonda shu onkologiyani qanaqa turlari hozir eng aktiv, ya'ni faol ko'paygan deb hisoblanadi, ya'ni qarashlarda, tekshiruvlarda aniqlangan natijasi? Bizda men o'zi nima deydi, sayohat qilishni yaxshi ko'raman-da. Sayohat qilib kelganimdan keyin o'sha o'zimizni o'rtoqlar bor, bir xil o'rtoqlarimiz hali qishloqdan ham tashqariga chiqmaganda, ular keladi, oldimda o'tirib so'raydi, Maqsud deydi, u yoqdagi odamlar qanaqa ekan deydi. 4 ta oyog'i bor, 8 ta qo'li bor ekan, gapirganda hamma joydan og'izlari chiqib kelar ekan deb hazil qilaman, shunaqa tushuntiraman. Endi bu hazil ma'nosida gapni kirishini gapirmoqchi bo'ldim. Dunyo bo'yicha onkologik kasalliklarning birinchi o'rinda uchrashi jihatdan sut bez saratoni turadi. Bizning O'zbekiston ham o'sha dunyoning ichiga bir qismiga kiradi. O'zbekistonda ham birinchi o'rinda sut bez saratoni uchrash jihatdan ko'p turadi. O'lim jihatdan emas. Chunki sut bez saratoni yashovchanlik juda uzoq. Undan keyingisi me'da, oshqozon saratoni va o'pka saratoni bir-biri bilan doim nima deydi, o'rin almashib yuradi. Bu erkaklarda. Ya'ni bizda ayol erkak ikkiga ajratadigan bo'lsak, men erkaklar haqida gapiraman. Ya'ni birinchi o'rinda sut bez saratoni ayollarda tursa, oshqozon va o'pka saratoni erkaklarda bir-biri bilan joy almashadi. Ayollarda ikkinchi o'rinda eng ko'p uchraydigan saraton bu bachadon bo'yni saratoni. Bachadon bo'yni saratonini Yevropa va o'sha rivojlangan davlatlar oxirgi 10 yillikda deyarli 20-30%, ya'ni 100% deb oladigan bo'lsak, 70% dan ortiq uchrashini kamaytirdi. Lekin rivojlanayotgan va kam rivojlangan davlatlar hali bu darajaga yetib kelishiga ozgina vaqt bor. Nima orqali ular yutib chiqdi bachadon bo'ynini? Ya'ni kelib chiqish faktori, o'sha virus bor, odam papilloma virusi bor. O'shani hali qizlarini jinsiy hayotini boshlamasdan oldin vaksinatsiya qilishni yo'lga qo'ydi va shu bilan to'liq yengib chiqdi deyarli. Bu haqiqatan katta narsa. Bu xuddi qachonlardir o'sha oddiygina hozirgi bizlarda qizami, qizilcha yoki boshqa poliomiyelit kasalliklarini hozir vaksinatsiyani oladi har anaqasi. Qachonlardir qanchadir odamni qirib yuborgan bo'lgan o'sha narsa bitta dona vaksina orqali hozir yengib chiqilgan dunyoda. Xuddi shu darajaga onkologiya sohasi kelyapti. Bu birinchi misoli bachadon bo'yni saratoni. Bizlarda ham davlat programmasi bo'yicha, boshqa bo'yicha bu narsalar olib kirildi. Tekin olib kirildi hattoki. Tekin qilishyapti. Faqat odamlarning ongiga, miyasiga hali bu narsa yetib bormadi. Chunki bu kasallik bilan kurashgan odamgina biladi, boshidan o'tgan odamgina biladi. O'zbekchilikda kasallikni odatda qarindosh urug' yaqinlardan bekitish odati bor. Aynan onkologik kasallikda ertaga qizim erga tega olmay qolmasin, o'g'limga birov qiz bermay qolmasin deydi-da, shuni aynan shu anaqasini bekitib turishadi, bu gap so'z chiqmasin deb. Buni boshidan o'tkazgan odam va uni ko'rgan odam biladi. Bachadon bo'yni saratoni juda agressiv va oxiri qanaqadir nima deb tushuntirsam bo'ladi, qo'rqinchli, ayanchli anaqa davom etadi oxiri. Chunki kichik chanoq bo'shlig'idan har xil yeringlarning oqishi, doimiy og'riqlar, qonni to'xtamasligi, qindan axlatlar kelishi, qindan siydik to'xtamay oqib qolishi, bu narsalar aynan bachadon bo'yni saratonining oxirgi bosqichlarida kuzatiladigan va buni faqatgina boshdan o'tkazgan odamgina tasavvur qila oladigan holat. Aynan bitta dona kichkinagina vaksina bilan bundan yutib chiqish, men aynan shu yerdan foydalanib aytayapman. Tavsiya berib ketasiz. Tavsiya berib ketyapman. Bundan ortiq narsani yengil qilib berish davlat tomonidan iloji yo'q. Chunki chet elda o'shani olishadi, $2000 olishadi bittasini. Bizda tekinga berilyapti bu narsa. Odamlarda qo'rqinch bor. Qanaqa? Men ertaga qizim tug'ilmaydigan bo'lib qolar ekan,
yoki bo'lmasam ertaga balog'atga yetishi buzilib qolar ekan, buning o'zi rak chaqirar ekan, bu mana bunaqa olib kelar ekan, xuddi Covid paytda vahima bo'lib ketdi-yu, vaksinasi naborot o'lar ekan, odamlarni tezroq o'ldirish uchun chiqarilgan ekan bu vaksina degan. Infofobiyada. Nima deyiladi? Bu narsa yolg'on yoki bo'lmasam mana bu anaqaning ikkinchi tomonini olib tarqatishadi-yu. Ana shunaqa narsalar ichida ko'paygan, onkologiyaning ichida ham aynan vaksinatsiya bo'yicha tavsiya beraman. Buni olishinglar kerak. Bu narsa dunyo nima deydi, tasdig'idan o'tgan. Biz O'zbekiston buni eksperiment qilmayapmiz. Ko'pchilikda shunaqa gap bor. Biz buni oldin eksperiment qilib berar ekanmiz u yoqqa deb. Bu deyarli 10 yildan davomida dunyo eng katta rivojlangan davlatlar bundan foydalanyapti va biz bu tayyor har qanday tekshiruvdan, sinovdan o'tganni olib qizlarimizga, yoshlarga shuni tavsiya qilib beryapmiz. Endi shu joyda to'ldirib ketaylik. Necha yoshdan? Bu 13 yoshdan, ya'ni qizlarimizda o'sha menstrual jarayon, ya'ni balog'atga yetish birinchi belgilari boshlangandan boshlab jinsiy hayot boshlanish oralig'ida o'zining aynan sxemasi bor. O'sha oralig'ida qilinadi. U faqat bitta vaksinatsiyami yo qanaqadir tur tizimlashtirilgan holatda? Tizimlashtirilgan 2-3 vaksinatsiyasi bor. O'sha vaksinatsiyaning uning ham turi bor. Misol uchun Yevropaning ham har xil turlari anaqasi chiqqan. Qaysi bir turi kirib kelishiga qarab 2 yoki 4 yoki bittaning o'zi ham bor. Lekin bu vaksinani jinsiy hayot boshlagan, bizda shunaqa bor, papilloma virusi menda chiqib qopti, men vaksina olishim kerak ekan deb. O'sha maqsadda olish hali o'zini oqlamagan, ya'ni sinovlarda bularga ham qilib ko'rilgan, ma'lum bir tekshiruvlar o'tkazib, papilloma virusiga qarshi vaksinani olish papilloma virusini yo'qotib bermagan. Lekin virus hali yo'q bo'lgan paytda vaksinani olish virusga qarshi organizmdagi kuchni oshirib, bu virusning kirib joylashishiga qarshilik qilgan. Demak, mana shu vaksinani olishdan oldin aniq shifokor bilan maslahatlashib, qachon, qanday tarz olish kerak va qayerdan olish kerak, bu hammasi shifokor tomonidan. Mutaxassisi bor aynan o'zining. O'sha mutaxassisdan maslahat qilgani to'g'ri. Xo'p, qayerga borib murojaat qilish kerak? O'zbekiston sharoitida oilaviy poliklinikagami yoki bo'lmasam viloyat sog'liqni saqlash tashkilotigami yoki qaysidir boshqa davlat klinikalariga,mi xususiy klinikalariga,mi? Bizda har doim mana shu poliklinikalarda patronaj xizmatlari bor. Ya'ni bizda sog'liqni saqlash tizimi aynan eng pastki bo'g'inlardan boshlab hammasini kontrol qiladi. Bunda har bitta poliklinikaga biriktirilgan o'zidagi hudud va aholi soni taklif bilan o'sha poliklinika tomonidan taklif beriladi. 1 yilda 2 marta qilinadi bu. Ya'ni taklif bildiriladi. O'sha paytda hammasi rozilik bilan kelib, o'z xohishi bilan qildirish mumkin, lekin hali buni majburiyga o'tkazmadi. Ixtiyoriy. Ixtiyoriy bu. Taklif berilyapti, kimdir xohlasa kelib qildiryapti, kimdir hali vahimalar ichida yurgan odamlar faqat hali kutib turishibdi. Men mutaxassis sifatida tavsiya beraman, buni qildirish 100% oldini oladi. Bachiron bo'yni saratoni. Maqsadga mana bu nimani saratonni soni haqida gapirganda odamlarni aholi soni oshishini hisobiga saraton ko'paydi deganda aytdingizda, umumiy olib qaraganda unaqa ko'paymagan kasallik deb. Lekin hozir mana oxirgi paytlarda iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz, ayniqsa shu fast food mahsulotlari saratonni kelib chiqishiga sabab bo'ladi degan ko'p infofobiyalar bor, qarashlar. Shu haqida bir siz mutaxassis sifatida fikringizni eshitsak, haqiqatda fast foodlar chaqirishi mumkinmi yoki saraton keltirib chiqarishi mumkinmi? Keyin shunga qo'shimcha qilib keting, yana qanaqa odatlar yoki ovqatlanish turlari ta'sir qilishi mumkin, rivojlantirib yuborishi mumkin? Tushundim. Mana bunaqa tushuntirsam bo'ladi sizlarga. Bizda har xil shunaqa ilmiy diskussiyalar bo'lib turadi, ya'ni bu yerda anchagina kuchli ilmiy tortishuvlar bo'ladi. Har bir ma'lumotni 10 xil tomondan 10 xil yoritish imkoniyati bor. Ya'ni o'sha fast foodni xolasangiz hozir o'tiribman, eng foydali tomonlari-yu, eng yaxshi tomoni, buni odamga qancha foydasi bor, qancha ekonomik foydasi bor tushuntirib berish mumkin. Yomon desangiz yomonlashimiz ham mumkin. Neytral bo'lish imkoniyati bu narsalarda juda qiyin.
Endi men sizga buni ilmiy jihatdan isbotlab yoki ilmiy jihatdan xulosani o'zingiz chiqarishingizga qo'yib beraman. Agar konservalar, fast foodlar yoki har xil mana shunaqa energiya beruvchi mahsulotlar saraton chaqirganda aynan o'sha bizda qurolli kuchlar yoki soldatlar yoki urushda yurgan odamlarda faqat shu bilan oziqlantirishadi. Bizda demak o'shalarda foiz bo'yicha saraton bo'lish ehtimolligi ko'tarilishi kerak edi. Aqlli anaqa bilan fikrlasangiz, xuddi shunaqa logika bo'yicha. Lekin ularning bittasida ham saraton uchramaydi. Deyarli uchramaydi. Yoki bo'lmasam faqat sog'lom turmush bilan, faqat salat yegan, faqat o't yegan, boshqa narsa qilgan odamlar bilan shularda rak bo'lmaydi deydigan bo'lsangiz, eng sog'lom. Bizda Steve Jobs bor. Saraton bilan o'lgan, oshqozon osti bezi saratoni bilan o'lgan. Yoki men sizga ko'plab ismlar berishim mumkin. Bu ismlar aynan ovqatini borib o'zi yeyishdan oldin bir 50 ta odam tekshirib beradigan odamlar. Lekin ular rakdan o'lgan. Ya'ni bizda ovqatlanish rak chaqirishi haqidagi aynan bizda isbotlovchi dalillarimiz biri ikkinchisini ba'zida inkor qiladi. Endi meni xulosamda aytaman. Organizm og'iz orqali har qanday energetik, har qanday ovqatni yeyishi mumkin. Faqat o'sha energiyani harakat orqali balansini ushlab bersa. Yegan ovqatimiz qilgan mehnatimiz bilan mos bo'lsa, hech qachon rak kelib chiqmaydi. Bu meni o'zimning xulosam. Agar odamzod ko'p ovqat yeb, kam harakat qilsa, bu yerda metabolizm, o'zimizning himoya, ichki gumoral sistema, nerv sistema hammasi buziladi. Bular hammasi o'troq holatga o'tadi. O'troq holatga o'tib borgan sari bizda organizmdagi tizim buzilib boshlaydi. Bu faqatgina rak olib keladi demayman. Bu deyarli butun kasalliklar buketini olib kelib beradi. Yoki bo'lmasam kam ovqat yeb ko'p harakat qilish ham organizmda nima deydi? Himoyasizlikni, aynan o'sha butun tanaga kerak bo'lgan yetarli oqsil yoki uglerod yoki boshqa vitaminlar, boshqa narsalarning yetarlicha bo'lmasligi ham energiyaning ko'p bo'lib, bu ham kasallikka olib keladi, balkim bu ham qanchadir rakka olib keladi. Stresslar omili deyiladi. Stresslar omili rak chaqiradi. Kim ko'p stress qilsa yoki stressga tushsa, kuchli depressiyalar yoki boshqa omillar, aynan o'sha nerv tizimiga bog'liq holatlar, bunda rak bo'lish ehtimolligi ko'p deyiladi. Lekin aynan o'shanda biz har doim nima edi, solishtirma, taqqosiy ma'lumot bilan ishlashimiz kerak. Doimiy stress bilan yuradigan odamlarda o'shanda rak oshib ketish kerak edi. Aynan shunaqa kasblar bor. Ertadan kechgacha faqat stress bilan yuradigan kasblar bor. Asab buzarlikda. Ularda rak ko'p uchrayapti degan bizda statistika yo'q. Asosan ularda boradi qon tomir kasalliklari. Ya infarkt bo'ladi, yoki insult bo'ladi, yoki davleniya bo'ladi, yoki bir narsa ish qilib qon tomirdagi muammolar. To'g'ri, stress qon tomir sistemasidagi kasalliklarni oshirishi mumkin. Bu narsa tasdiqlangan. Lekin onkologiya haqida o'z tasdig'ini hali topmagan. Unaqa statistika ma'lumot yo'q. Lekin risk faktorlari deb kiritsak bo'ladi bu narsalarni. Risk faktorlari nima? Bu o'sha narsalar onkologik jarayonlar bo'lishini stimullab beradi. Lekin oldin onkologik jarayon bor bo'lsa, hali aytganimdek, bu narsalar hali aytganimdek yaxshi sifatli o'smalarga massaj qilib, to'q qilib, boshqa narsa qilib, rakka o'tkazib berishga o'xshash og'iz orqali qabul qilingan ba'zi bir energiyalar, ya'ni har qanday ovqat biz uchun energiya hisoblanadi. Energiyalar balansining buzilishi bu rak chaqirishi mumkin. Aytadi, go'shtni deydi, ko'mirda pishirilsa chala kuyadi va bu rak chaqiradi. Unda uglerod deyiladi, ya'ni karbon anaqasi. Unda ko'mir zavodida, konida ishlaganlarda rak ko'paydi degan bizda statistika yig'ishimiz kerak edi. Ko'mirda maska ham taqmaydi, bitta shapkasini kiyadi, qo'lqop kiysa kiydi, kiymasa kiymaydi. Kamida bir kunda 8 soat ko'mir kovlashadi. Qanaqaning ichida.
Qonda. ularda rak ko'paydi degan bizni qo'limizda statistika bo'lganda, mana shu element ko'p rak chaqiradi deb bizlar uglerodni olib tashlagan bo'lardik o'zimizning ratsionimizdan. Ba'zi bir narsalar odamlarni aynan o'sha jurnalistlar yoki har xil boshqa media odamlari tomonidan ma'lumotlarni bo'rttirish yoki o'ziga o'sha ma'lumotlarni o'qisa deb jalb qilish odamlarda fobiya chaqiryapti. Men bu ovqatni yesam rak bo'lib qolar ekanman deb ba'zi anaqalarda haqiqatdan o'sha informatsiyaga mukkasidan tushgan odamlar bor. Bir xillar shakar yemay qo'ygan. Ha, nimaga shakar yemaysan? Maza qilib yemaysan, kofenga shakar qo'shibsiz, yo'q, rak bo'lib qolar ekanman dedi. Ammo bunday olsangiz, organizmdagi shakar miqdori siz bir stakan shirin choy ichsangiz ham o'sha 4, 5, 6 oraliqdagi shakar qondagi miqdori, foiz miqdori turadi. Siz hech narsa yemang, 2 kun tekshirib ko'ring, 4, 5, 6 atrofida turadi. O'sha 3 dan pastga tushdimi, o'zi odam komaga tushadi. Ya'ni shakar og'iz orqali yeyish, yemaslikka aloqasi yo'q. Baribir organizmda shu konsentratsiyada saqlab turadi. Misol uchun aytishim. Shunaqa har xil ma'lumotlar odamlarning ichida shunaqa qo'rquv uyg'otib qo'ygan, ba'zilar haqiqatan ham bor. O'sha men buni bunaqa deb aytishim mumkin. Ma'lumotlar orqali paydo bo'lgan autistlar. Bular ma'lumotlar autisti. Ya'ni unda fikrlash yo'q, ma'lumotni oladi, analiz ham qilmaydi, uni qanaqadir atroflicha fikrlamaydi, oldimi bo'ldi, shundoq qabul qiladi, o'zining chegarasining ichiga kirib oladi. Bu chegaraning ichidan chiqish uchun unga yana kimdir o'sha ishonchli manba ma'lumot berish kerak. Ya'ni bizni ishonchli manba deb qabul qilgan ma'lumotlar kompleksi boshqaryapti deyishimiz mumkin. Yeyishimizni ham, turishimizni ham, chiqib rasmga tushishimizni ham, qaysi kitobni olib o'qishimizni ham, kerak bo'lsa qaysi davlatlarga borib sayohat qilishimizni ham aynan o'sha media qanaqasi deyiladi, bu aurasi boshqaryapti. Bu odamlarda fikrlash borgan sari kamayib, robot degan anaqasiga tushib ma'lumotlarda ta'siriga tushib qolyapti. Shunaqada. Rahmat Maqsud aka, foydali fikrlar bo'lyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, agar siz uchun ham mana kerakli, foydali fikrlar berilayotgan bo'lsa, izohlarda foydali so'zini yozib keting. Biz bundan xursand bo'lamiz. Suhbatimizni davom ettirsak bo'ladi. Endi keling, mana infofobiya, odamlarda mana shu tasdiqlanmagan fikrlar ta'siriga tushib qolish nuqtai nazaridan endi har bir insonni individual o'ziga maqsad qo'yish nuqtai nazaridan, ya'ni profilaktik nuqtai nazardan qancha vaqtda har bir inson tekshiruvdan o'tib turishi kerak? Mana shu onkologik kasalliklar bormi, yo'qmi? Aytyapsiz, simptomlari bu ichki to'qimalardan chiqqani uchun bilinmaydi, 10 yil ham yuraveradi. Qaysidir stress holat yoki qanaqadir jarayon uni stimul berib kuchaytirib yuboradi va o'sha yaxshi to'qimadan yomon to'qimaga o'tib ketib qoladi deb. Ana endi o'shani oldindan profilaktika qilib bilish uchun, ya'ni 1-2 darajada davolash uchun qancha vaqtda odatda tavsiya qilinadi mana shu insonlar nimada tibbiy tekshiruvdan o'tib turishi? Bizlar buni check-up deb ataymiz. Ya'ni har bitta yo'nalishning o'zining check-up programmalari bor. Bu check-up programmalarini yaratishda har doim dunyo bo'yicha o'zi check-up programmalarini страховка kompaniyalari yaratadi va har bitta odamga individual check-up programmasi buyuriladi. O'zbekistonda страховка yoki sug'urta sistemasi tibbiyotga endi kirib kelib boshladi. Hozirgi paytda katta kompaniyalar, xususiy kompaniyalar, davlat kompaniyalari o'zlarining xodimlarini aynan o'sha xodimlar yetishmasligi yoki malakaviy kadrlarning biror bir kun davomida ishda bo'lmasligi qay darajada moliyaviy, moddiy zarar keltirishini ular endi his qilgan holatda aynan o'sha tibbiy sug'urta tizimiga o'z xohishi bilan ulanib, ularning programmalariga kirib boryapti. Lekin hali bizda individual yoki aynan o'sha personal sug'urtalarga borib murojaat qilib, men o'zim uchun shunaqa tekshiruvlardan o'tishga va o'zimning sog'lig'imni sug'urtalashga nima edi, roziman, men shunga qilib beringlar deb borish
deyarli uchramaydi. Hamma aytadi, men hamma narsani o'zim bilaman degan narsa bu bizning miyamizga kirib bo'lgan. Kerak bo'lsa, mashinasi buzilib qolsa ham oldin buni o'zim bilaman deb boshlaydi. Endi bu oddiy temirga shu darajada bizda muomala, odam o'ziga umuman e'tibor bermaydi. Yiqilganda ham oldin bir hafta uyda yotib ko'ray, tuzalib qolarman deb, undan keyin doktorga borsa ham undan oldingi aytganlarim yo'llardan o'tib bo'lgandan keyin borishadi. Страховкаning ichida, aynan sug'urta tizimining ichida har bitta odamda birinchi genetik shajara tuziladi. Ota bobosi nima bilan kasal bo'lgan, nima bilan o'lgan, nima kasalliklar bu yerda bor, qaysi kasallikka moyillik bor, ish jarayonida qanaqa stress omillari yig'ilgan, qanaqa organizmga ta'sir qiluvchi ximikatlar bilan ishlaydi, qanaqa radiatsiya bilan ishlaydi, bir kundagi ish faoliyati yoki energiya sarfi hammasi yig'iladi va o'sha orqali check-up programmasi individual har bitta odamga yaratiladi. Bunda misol uchun olaylik, kraska zavodda ishlaydigan bitta xodim. Kraska zavodda ishlaydigan xodimlarda eng ko'p uchraydi sidik pufagi saraton. Ya'ni men buni statistika bo'yicha aytyapman. Demak, bu bir yilda 2 marta urologga borib check-updan o'tib turish kerak degan. Tekshiruvdan o'tib turish kerak. Страховка, ya'ni o'sha sug'urta bunga anaqani beradi. Yo'nalishni beradi. Bittasi misol uchun olaylik, biror bir kompaniyaning yuristi. Bu yuristda oilasi hammasi tinch, bir yilda bir marta general check-up deyiladi. Umumiy check-updan o'tishga buyuramiz deb beradi. Ya'ni shunga o'xshash har bitta yo'nalishning sug'urta orqali o'tish, ya'ni check-updan o'tish programmasi dunyo praktikasida bor. Bizga hali bu praktikada yetib kelmadik hali bu yerga. Endi ota-onasi, ya'ni birinchi liniya deymiz bizlar, birinchi liniya qarindoshlarda ota-onasi, aka-ukasi, opa-singillarda saraton bilan kasallik bo'lib va shu bilan og'riyotgan yoki shu bilan vafot etgan holatlarda birinchi va ikkinchi liniyadagi qarindoshlar 6 oyda bir marta check-up sistemadan o'tish tavsiya qilinadi. Bu aynan sut bezi, tuxumdon, o'pka, oshqozon saratonlari uchun. Ya'ni boshqa saratonlar uchun emas. Ya'ni mana shu 4 ta saratonni avlodlar orasidagi uchrash ehtimolligi yuqori bo'lganligi uchun dunyo statistikasida 6 oyda, har 6 oyda o'tish tavsiya qilinadi. Undan boshqa organdagi saratonlar bilan kasallangan birinchi va ikkinchi liniya qarindoshlari, ya'ni 4 ta aytganimdan tashqarilar, bir yilda bir marta check-updan o'tsa bo'ladi. Ya'ni bu onko check-up deyiladi. Bunda yo'g'on ichak saratonlari bor. Unda ham rak oldi jarayonlari avloddan avlodga o'tadi. Poliplar, boshqa narsa, Linch sindromi, shunga o'xshagan narsalar aytamiz. Undan tashqari hech qanaqa avlodida onkologik jarayon hech narsa yo'q. Bular umumiy check-updan o'tishadi, ya'ni general check-up. Bunda qon tomir tekshiriladi, sahar tekshiriladi, o'zining standart paketi bor. General check-updan har bitta odam bir yilda bir marta o'tib turishi tavsiya qilinadi. Lekin ba'zi bir isключениялар bor bu yerda, inkor qiluvchi istisnolar. Buni ba'zi bir og'ir mehnat bilan yoki ximikatlar bilan yoki nur bilan boshqa shunaqa ish jarayoniga yoki kasbiga bog'liq bo'lgan holatda zararli moddalar bilan ishlovchilarda oraliqlar kichraytirilishi mumkin. Ya'ni men sizga qisqacha aytishim mumkin, har bitta odamni check-up programmasini odatda mutaxassis, poliklinikadagi va o'sha family doctor deymiz-ku, oilaviy doktor orqali individual yondashgani va shu bo'yicha olib borilgani ham moddiy anchagina ekonom, ham men sog' ekanman degan odam ruhiy sog'lomlik bo'ladi. Ishga chiqishini ko'rib, uning berayotgan samarasini ko'rsangiz, menda mana shu joyim og'riyapti, ish qilib rak bo'lib qolmaganmikanman deb 6 oydan beri yurgan odamning samarasi bilan solishtirganda yer bilan osmoncha. Foydaliligi yuqori bo'ladi-da. Rahmat. Maqsud aka, hozir mana aytib o'tdingiz, butun dunyo tajribasida check-up, ya'ni tekshiruvdan o'tib turish sug'urta tizimi orqali dedingiz. Endi O'zbekistonda hali bu to'liq yo'lga qo'yilmagan dedingiz. 10 yil oldin, taxminiy mana 10 yil oldin ma'lum bir firmada ishlaganman, jurnalda.
ana shu firmada siz aytgandek firma sug'urta qildirgan har bir xodimini va men o'shanda his qilganman, o'zim uchun o'shandan foydalangan holatda dori darmon, siz aytgandek ma'lum bir vaqtda profilaktika tekshiruvdan o'tib turish. Bizda gap bor, naqd pul bilan plastikdek pulni farqi plastikdagi ko'p ketib qoladi, chunki qo'lingda ushlamaysan, bu puldek his qilinmaydi deydi-ku. Sug'urta qog'ozidagi nima ham yonimizdan ketmagan hisobiga qandaydir borib tekshirtirishga hech qanday to'siq bo'lmaganda ongimizda. Men o'ylayman, kelajakda agar mana shu dunyo standarti bo'yicha O'zbekistonda ham mana shu foiz kengayib borsa, odamlar davolashdan ko'ra profilaktika qilib oldini olishga ko'proq urg'u beradi va kasallikka chalinish ancha hozirgidan ko'ra kamayib boradi. Savolingiz bor Fayz? Maqsud aka, mana oxirgi paytlar ko'p eshitganmiz, sun'iy intellekt saratonni juda erta aniqlash imkonini beryapti deb. Bermoqchi bo'lgan savolim bu haqiqatda bizda ishlayaptimi O'zbekiston sharoitida? Kelajakda mana yaqin 10 yillikda onkologiya yo'nalishida bir siz mutaxassis sifatida qanday bir yangiliklar, inqiloblar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Masalan, 3-4 darajada davolash imkonini beradigan bir yangilik bo'lishi mumkinmi? Odatda prognozni faktlarga asoslanib har doim gapiramiz, ya'ni doktorlar shunaqa xalq, ular ko'zi bilan ko'rib, qo'l bilan ushlamasa biror narsaga ishonish juda qiyin. Sun'iy intellekt mana bir hafta 10 kun oldin bitta o'sha xodimim, radiolog xodimim ko'p narsani sun'iy intellektdan olib yozganini ko'rdim, g'ashim keldi. Nimaga bunaqa qilding, nimaga buni qilding deb. Lekin o'qib chiqqanimdan keyin o'zim ko'rdimki, baribir tizimga solingan sun'iy intellekt to'g'ri odamchalik ko'p foydasi tegmasligi mumkin, lekin u odamga, mutaxassisga katta foydasi tegar ekan. Yordamchi bo'ladi. Yordamchi. Mutaxassis, misol uchun siz har doim ham kayfiyatingiz yaxshi ishga kelmaysiz yoki ba'zi bir narsalar esdan chiqarasiz, ya'ni odamga tekkan anaqalar. Ba'zida bir bemor haqida chalg'ib, ikkinchi bemor haqida fikrlashingizni qanaqadir chegarasi bo'lib qoladi. O'sha paytda bu bemorning ma'lumotlari sun'iy intellektga kiritilganda natijani bossangiz, sizga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar chiqarib beradi. Uning ichidan tanlash baribir o'zingizga qolyapti. Ya'ni lekin sizga atroflicha fikrlash, ya'ni bizdagi dunyo qarash orqali aynan o'sha kasallikni bir to'liq fikrlashingiz uchun sizga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni shunday chiroyli qilib terib beradiki, to'g'risi men maza qildim o'shanda. Tartiblab beradi. Tartiblab beradi va sizda xayolingizdan o'tmagan narsani ham shu narsa ham bo'lishi mumkin, o'ylab ko'r shuni deb beradi. Har doim ham misol uchun sizda bunchalik informatsiyani tez yig'ish imkoniyati yo'q-da. Oldinda men o'ylashimcha sun'iy intellekt tibbiyotga eng yaxshi assistent bo'lib kirib keladi. O'sha kirib kelgan bo'ldi. Va bu tibbiyotni rivojlantirishga deb ayta olmayman, chunki rivojlantirish uchun to'g'ri har xil ixtirolar, boshqa narsalar kerak. Sun'iy intellekt tomonidan ixtirolar qilinishi hali men to'g'risi unga o'zim aqliy tayyor emasman, hali u darajaga kelmasa kerak deb o'ylayman. Lekin hozirgacha o'rganilgan, qilib bo'lingan ma'lumotlar, ixtirolar, boshqa davolash prinsiplarini bir joyda mujassam qilib, mutaxassis bilan yonma-yon, ya'ni assistent bo'lib ishlashi bu tibbiyotni juda ham tepaga ko'tarib yuboradi. Qo'rqayotganim ertaga bizdagi oldinda bizni kutayotgan vrachlarimiz, hozirgi tayyorlayotgan bo'lajak vrachlarimiz sun'iy intellektga tobe bo'lib qolib, fikrlashi to'g'rimiz bo'lib qolmasmikin degan ba'zida qo'rquvlarimiz bor. Domlachiligingiz tutib ketgan paytlardagi miyadagi o'tgan anaqalar, uchqunchalar, fikrlari. Tushunarli. Mana hozir aniq mexanizmlar, umumiy qarashlar haqida gaplashdik. Keling endi boya so'zimiz avvalida ham ruhiyat, insonning ruhiyati mana shu har qanday vaziyatda, holatda kuchli bo'lsa, aksariyat holatlarda yengib o'tadi. Endi keling mana shu saraton, ya'ni rak kasalligiga chalingan bemor va uni oila a'zolariga nisbatan qanday psixologik yordam kerak bo'ladi va kasalga, ya'ni o'sha o'zi bilmagan holatda kasallikka chalingan bemorga oila a'zolari qanaqa ruhiy dalda berish kerak? Tavsiyalar berib o'tsangiz. Bizda eng chiroyli daldamiz bor. Bemorga hech qanaqa ma'lumot berilmaydi. Bemordan hech qanaqa ruxsat olinmaydi. Sizda yaxshi shamollab qolibsiz deb olib borib ximiya ham, operatsiya ham, nur ham qildiriladi. Bu g'irt o'zbekcha bizning
odatning ham odati bu. O'zini xabari yo'q. Bu bundan ortiq psixologik yordamning o'zi ham kerak emas. Bemorning o'zi nima bo'lgan ekan deb ertadan kechgacha shuni o'ylab yuradi. Bu demaydi, meni praktikamdagi eng ko'p kuzatilgan holat. Traditsion holatda. An'anaviy. Endi nima deydi? Mana bu kitobiy tomondan gapirilganda ko'p narsa bor. Keling, praktikaning o'zida gapiraylik. Ba'zi odamlarning xarakteri bor, juda jo'stki, qattiq xarakter. Unga o'zining kasalini bilish shart. O'zining hayotining oxirgi tochkasigacha o'zi hal qilishga o'rgangan odam. Va juda qat'iyatli odam, nima deydi, anaqa nevrologik stabil deymizda, barqaror odam. Anaqa nevrologik barqaror odam. Bular o'zi haqidagi ma'lumotni siz aytmaguningizcha qancha bekitsangiz shuncha ularga negativ informatsiya beraverasiz. Bu yerda bemorni to'g'ri baholay olishingiz kerak. Uning aynan o'sha nima deydi? Xarakteridan kelib chiqib. Sinir sistemasi deydi-ku, o'sha sinir sistemasini to'g'ri baholashingiz kerak. Ikkinchi odamlar bor, ular juda tushkunlikka tushib qoladi. Даже ular suicidal holatga kiradi. Ya'ni o'zini tomdan tashiyman deydi, o'ldiraman, osaman deydi, boshqa qiladi, men bo'ldi, rak bo'libman, endi hayotim tugadi deydi. Bunaqa holatdagilarga ko'pincha informatsiyani bermasdan davolash jarayonini olib ketish va ba'zida informatsiyani boshqa nomini o'zgartirgan holatda berish bu yaxshi natija beradi. Ba'zi odamlar bor, aynan mana shu bizda o'zbekchilikda eng ko'p uchraydigan, endi odamlar nima deydigan. Endi erim nima deydi, qaynonam nima deydi, qo'shnim nima deydi, ana ushib qolgan o'rtog'im rakligimni bilib qolsa-da bayram qilar ekanda deydiganlar bor. Bular o'zi ma'lumotni bilib tursa ham sizdan o'sha ma'lumotni boshqa ma'noda so'rashni xohlaydi, gapirishingizni xohlaydi sizga. Sizda shamollashamas ekan, bitta rak emas ekan, bitta shamollash ekan, bitta bez chiqib tashlabdi, oldi deyishda ular xohlaydi va o'zi iltimos qilib atrofiga o'sha ma'lumotni tarqattiradi. Umid ilinch. Ya'ni bular bor o'zini o'zi aldash bilan umri o'tuvchi shunaqa kontingent. Ya'ni juda ko'p odam turlari bor-da, men sizlarga hozir eng ko'p uchraydiganlarni aytayapman. Amaliyotdagi. Ba'zilar bor, mana misol uchun yosh kattalar bo'ladi, ularning bola chaqasi, qizlari, o'g'illari keladi. Agar deydi bularga aytsak, akalari ham shundan o'lgan, o'sha kasallikni akalarida ham menda ham shunaqa bo'ladi deb depressiyaga tushib qoladi deb iltimos qilishadi. Biz uning ma'lumotni bemorga aytmaymiz. Ya'ni bular kayfiyatni bir xil hisobda ushlab turish biror bir natija uchun qanchalik roli bor men bilmadim-ku, lekin hayot sifati bor. Bizda hayot uzunligi bor va hayot sifati degan ikkita termin bor. Ikkalasi odamzodda yonma-yon yurishi kerak. Bir xillar 10 yil yashab, kravatda, to'shakda hamma narsasi bir joyda yashash bu hayot emas-da. Hayot sifati har doim hayot uzunligi bilan teng bo'lsa, buni haqiqiy hayot deyish mumkin. Bu narsa tibbiyotning, aynan onkologiyaning maqsadi ham aynan mana shunda. Ana o'sha paytda kayfiyat hayot sifatining bitta tarmog'i hisoblanadi. Misol uchun ba'zilarda bitta oyog'ini kesib olib tashlaymiz, bitta oyoqda yuradi, lekin ba'zida o'shaning kayfiyati o'sha olib tashalgan oyoqni kompensatsiya qilib turadi. Ya'ni 2 barobar turgan oyoq kayfiyat, zato hayotda qoldim, palonchi o'lib ketdi-yu degan narsalar, miyadagi narsalar bu hayot sifatini stimul berib, aynan o'sha yo'qotilgan organi yoki yo'qotilgan organining sababli hayot sifatining pasayganligini kayfiyat o'rniga kompensatsiya qilib tenglashtirib qo'yadi. Ana o'sha joyda bizda kayfiyat muhim. Ya'ni pozitiv psixologiya bilan kasallikka qarshi kurashish mumkinmi demak? Pozitiv psixologiya bilan kasallikka kurash qo'qondagi domlaga o'xshagan narsa-da bu. Tep tuzaldingiz deb chiqarib yuborganga o'xshagan narsa-da. Bu bir saratonda yordam bera olmaydi, o'zini tinchlantirishi mumkin. Anaqa urib endi og'rimayaptimi deb chiqarib yuborsangiz pozitiv ruh tuzatmaydi ekan. Logически ham to'g'ri kelmaydi.
to'g'ri, bu hozirgi aytganimdek qanaqadir muddat nima deydi, xursand bo'lib yurish, hayot sifatining o'ziga ta'sir qiladi, hayot uzunligiga emas bu. Shu davolanishga stimul bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? Stimul bo'lishi mumkin. Haligi Qanaqadir o'ziga qilgan biror narsasidan energiya oladi-yu odam. Siz ham chiqib birovga bitta yaxshilik qilingda qanaqadir boshqacha energiya bilan ishga borasiz yoki boshqacha energiya bilan nima edi, o'sha ishingizda davom ettirasiz. Xuddi shunga o'xshagan narsa odam psixologiyasiga ham tegishli. Psixologiya murakkab narsa. Buni aynan har bitta vrach buni to'liq bilishi imkoniyati yo'q, chunki bu alohida bitta yo'nalish. Bu yo'nalishni to'liq qoplab olish imkoniyati yo'q. Praktikam bo'yicha savolingizga javob berdim, tajribam bo'yicha, lekin buni odatda mutaxassis javob bergani yaxshi. Demak, bunday olib qaraganda umumiy tavsiya yo'q. Har bitta holatdan kelib chiqib, alohida har bir shaxsga individual tavsiya beriladi va shu sharoitga qarab ish olib boriladi. Shunaqa. Keling, endi shu sal noodatiy savol qilaylik. Sizni uzoq yillik tajribangiz, ish faoliyatingiz davomida ko'plab bemorlarni ko'rgansiz. Qaysi bemorning storytelling, ya'ni aytib bergan hikoyasi yoki siz ko'rib ko'zingiz bilan kechirgan hikoyasi sizni shunaqangi ta'sirlantirganki, haligacha sizni ishga nisbatan stimulingiz oldingidan-da oshib borgan. Ya'ni ko'proq o'zim ustida ishlashim kerak, harakat qilishim kerak. Mana shunga o'xshagan insonlarning yaxshi fikrlari yoki bo'lmasa qandaydir hissiyotlarini o'rtoqlashish uchun harakat qilishim kerak degan tushuncha paydo qilgan. Bunaqa juda ko'p bo'ladi. Kunigacha bittasi keldi, o'sha hamma joyga tarqalgan o'sma, yosh katta doda, o'g'illari, xotini, o'sha butun oilaviy qizlari hammasi bilan qorinda qattiq og'riq bilan biz kechani yozda operatsiya qildik, chunki ximiyadan keyin ichakda teshilish bo'lgan, o'sma kichiraygani hisobiga ichak devori teshilgan va peritonit bergan. Bolam bitta sening yaxshi ko'rgan ishim dilla, men boshqa hech kimga bormayman, shu yerga to'g'ri olib keldim deydilar. Nima qildim men sizga desam, kirganimdan keyin piyola oldingda choynagingdan choy quyib, men qo'limga uzatib, "Doda choy ichib turing, choy ichib gaplashamiz" deb aytding dedi. Hali hayotimda hech qachon hech qaysi doktor menga mana bunaqa qabul qilmagan deb bitta narsa aytdi. O'zimga qattiq oldim o'sha narsani. Sababi haqiqatan temirga aylanib qolganmiz-da o'zimiz ham. Xuddi bemor keldi, bo'ldi, u bemor odam emas. U как biz uchun nima deydi? Qisqa muddatli tez ishini bitirib ketuvchi klient. Biz tez o'sha bilan gaplashishimiz kerak, yozadigan dori yozish kerak, chiqarib olish kerak, bo'ldi. O'zimiz ham endi odamligimiz ba'zida esdan chiqib qoladi. Endi odamzodga qator odamlarning ishi tushib kelsa bor, o'zidan sekin shunaqa men zo'rman degan narsa yasalib boshlaydi. Bu narsa o'zi kibr deymiz bizlar buni. Sekretarimga aytdim, assistentimga aytdim. Men bu yerga dedim, отдельно xonamga choy, poy, hamma narsa, shirinliklar qo'yinglar. Har bir kelgan bemorga kirishdan oldin so'raylar, kofe ichasizmi, choy ichasizmi deb so'raylar. O'shaning bitta dona gapidan keyin bugun ertalab shu narsani aytib keldim. Tizim joriy qildingiz. Da. Yana bir narsa, Turkmanistondan bitta bemor keldi. Mana eshitayotgan bo'lishi ham mumkin. Aynan o'sha mana bitta studentim olib keldi, qachondir o'qitgan studentim. Bola katalkada keldi, yura olmaydi. Mana bu yerda mana bunaqa kalladan kattaroq shishka bor. O'sha даже yutuna olmaydi. Juda tamom bo'lgan. Oxirgi bosqichda kelgan. Undan oldin bormagan joyi qolmagan. Turkmanistonda imkoniyatining chegarasi yo'q oilada. Ya'ni moddiy imkoniyatining chegarasi yo'q. Bitta o'g'il ekan, bor yo'q. Bitta o'g'il. Qiz ham yo'q ekanlar. Kelgandan keyin qabul qilib yotqizdik. Bir hafta davomida davolash muolajalarini o'tkazdik. Shishga ketdi, bola yurib uyiga chiqib ketdi. O'sha bemor Turkmanistonga borib shunaqa ma'lumot berganki, Turkmanistonda, chunki oilasi haqiqatan anaqa elitni oilalar gruppasidan Turkmanistonda shunaqa ma'lumot berganki, O'zbekiston doktorlari men davlatlarda sanamay, Yevropadan ham, Osiyodagi anaqadan ham boshqa bizdagi eng katta biz meditsinamiz eng zo'r deb ko'kragiga uradiganlardan ham kuchli ekan deb intervyu bergan.
Sarafan marketing bo'lganmi yo'q? Man boru Turkmanistonda O'zbekistonga Turkmanistondan viza bilan kirish kerakligini men o'shandan keyin sezdim. Bemorlar menga yozyapti, iltimos onlayn konsultatsiya qilib bering, buni qilib bering. Kelinglar, yo'q, bizlar viza olishimiz kerak. Bitta Turkmaniston viza bilan kirar ekan O'zbekistonga. Men shu yerdan foydalanib aytaman, agar mutasaddilar bizga shunga yordam bersa, tibbiyot vizasi qilib Turkmaniston uchun joriy qilinib, shuni bir qo'shnimiz, bitta urug', bitta anaqamiz bizga yordam bersa, bularga yaxshi bo'ladi, bizning tibbiyotimizdan foydalanadi, bizga yaxshi bo'ladi, bizda yana bitta yangi O'zbekiston tibbiyotiga yangi bozor ochiladi. Bunga men mutasaddilarimizdan yordam so'rayman shu paytdan foydalanib. Ana o'shandan keyin men o'zimga o'sha boladan keyin motivatsiya oldim. Hech qachon bu kasalni o'ladi deb bemorga qarashimiz kerak emas. Har qanday bosqichdagi va har qanday davolash iloji yo'q, bo'ldi, o'ldi deb nechta joy chiqarib yuborganaqasidagi odamga ma'biyurizda bu tuzaladi deb harakat qilsangiz, u yoqdan shifo, lekin harakat bizdan natija bo'lar ekan. Ana o'sha narsani men o'zimga motivatsiya qilib, o'zim xodimlarimga ham shuni aytdim. O'ladigan kasal kelsa ham hozir bo'ldi deydi, tezroq chiqarib olaylik uyiga. Nimaga? Men bu yerda o'lib qolsa yozuvchisi ko'payadi deydi. Tasavvur qildingmi, o'zingning onang yoki otang yoki opang xuddi shunaqa kelsa, oldinga katalkada o'laman deb keldi, bu yog'idan yering oqiyotibdi, bu yog'idan anaqasi qayt qilib yotibdi, bu yog'idan ichi ketib yotibdi. Sen nima qilasan? Tezroq mana bir sasimasin deb uyingga jo'natasanmi deyman? Yo, bu yerda qaraysanmi yaxshilab desam, bo'ldi qaraymiz deb. Endi to'g'ri, ba'zida ko'pchilikka og'ir tuyuladi. Begonaga qaraganda baribir o'ziga yarasha ehtiyotkorligi bo'ladi. O'ziga yarasha o'sha yerda tibbiy motivatsiya kerak. Hech qaysi odamning tirik qolishi yoki uning o'lishi bandasiga bog'liq emas. Vrachning vazifasi oxirigacha nafasi tugab, yuragi to'xtagandan keyin ham yarim soat uni o'lgandan keyin ham yana tiriltirishga harakat qilgandan keyin uzilishi kerak. Bu bizdagi yosh vrachlar va aynan o'sha yosh katta vrachlar uchun ham yosh kattalarga tavsiya berishga haqqim yo'q, lekin o'zimning motivatsiyamni bo'lishga haqqim bor. Men shuni aytaman. Yetkazib fikringizni yetkazasizlar. Fikringiz yo'q, bo'ldi. Maqsud aka, kattakon rahmat. Mavzuyimiz juda qiziq, lekin sizda ham ma'lum bir vaqt chegaralangan, kunlik rejalaringiz bor. O'ylaymizki, mana shu kabi tomoshabinlarimizga, kuzatuvchilarimizga foydali bo'ladigan mavzularda suhbatdan oldin siz bilan gaplashdik. Xorij tajribasi, O'zbekistonning zamonaviy tibbiyoti va boshqa mavzularda ham bir fikr yuritdik. O'ylaymizki, ana shu yo'nalishlar bo'yicha ham bir yana mana shu chiroyli stol atrofida ko'rishib, suhbatlashib, yaxshi keyslar, insaytlar, foydali maslahatlar, tavsiyalarni kuzatuvchilarga beramiz deb umid bildirib qolamiz. O'ylaymizki, sizga bugungi suhbatimiz ma'qul keldi. Shu oxirida tavsiyangizni bersangiz, bugundan tinglovchilar, mana shu videoni ko'rayotganlar nimani o'zgartirishi kerak? Bugundan boshlab meni tavsiyam birinchisi, qabul qilayotgan ovqatingizni sarf qilayotgan energiyangizga teng qiling. O'shanda hech qaysi kasallikdan aziyat chekmaysiz. Qon tomir kasalligi ham, qand kasalligi ham, onkologik kasalliklar ham, umuman kasalliklarning hech qaysidan aziyat chekmaysiz. Har doim ikkalasini barobar teng ushlab yurish bu sog'lom turmush tarzi deb ataladi. Sog'lom turmush tarzi degani faqat ertadan kechgacha o'tovlanni yeb olib, kechasi bilan televizor ko'rib yotish degani emas. Ya'ni yoki bo'lmasam ertadan kechgacha yugurib, anaqa tog'ga chiqib, aylanib, foydali mehnat bilan yoki davlatga, xalqqa foydasi tegmaydigan odam bo'lish ham bu sog'lom turmush tarziga kirmaydi. Tavsiya beraman, xalqqa, o'sha davlatga foydali odam bo'ling. O'qing, o'rganing, shunday kadr bo'lingki, sizni iltimos qilib o'sha kompaniyalar yoki boshqa bir yuqori o'sha joylarga shunday iltimos qilib chaqirib, sizning tibbiy sug'urtangizni ham, boshqasini ham ular yalinib qilib berishsin. Sizning sog'lig'ingiz juda ham qadrli, qimmat darajaga chiqsin.
Men tavsiyam o'sha, har doim o'zingizni ehtiyot qiling. Hech qachon kasal bo'lmang. Rahmat Maqsud aka, sog' salomat bo'ling. Do'stlar, bu foydali podkast. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz ham siz uchun foydali bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizda qandaydir savollar yoki fikrlar bo'lsa, izohlarda yozib ketsangiz, biz buni albatta inobatga olgan holda keyingi suhbatlarimizda e'tibor qaratib, suhbatlarimizni shunga qarab tashkillashtiramiz va olib boramiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Sizga ham katta rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Rahmat katta.